3 yildan beri kelinlik uyimda yashasam-da, bir tom ostida begonadekman. Kelinlik uyim go'yoki men uchun imtihon topshiruvchi institutga o'xshaydi. Har kuni ularga yoqish uchun o'zimni o'qqa-cho'qqa uraman. Meni faqatgina ishlarni qilganimda, mazali ovqatlar tayyorlaganimda yaxshi ko'rishadi. Men o'zimni faqatgina yotoqxonamdagina erkin tuta olaman. Bunda men ularni ayblamayman. Sababiki men o'zim ularga ochila olmaganim uchun ham menda shunday muammo ketmoqda. Men o'zimni erkin qo'yishni, fikrlarimni yetkazishni, ularni yaxshi ko'rishimni ko'p aytishni xohlayman. Lekin o'zimga ruxsat bermaganim uchun ham bunday gaplarim har doim ichimda qolib ketadi, deb yozibdilar meni Instagram xabarimga. Bu xabarni o'qiganimda ochig'ini aytsam, men umuman hayron qolganim yo'q, sababiki hozirgi vaqtda ko'plab yangi hayot ostonasiga qadam qo'ygan qizlarni boshidagi qiyinchiligi mana shunday, ammo ularni ko'p yengib, ya'ni o'zini qo'lga olib, anglash olib chiqib ketadi, ammo ko'pi esa shu holatda qolib ketadi. Bu xabarni sizlarga o'qib berishimning sababi, siz ham yangi kelinlik paytingizda shunday holatga tushganingizda qanday qilib chiqib ketgansiz va qanday yo'l tutgansiz? Mana shu video postni kommentariyasiga yozib qoldiring, zeroki shunday holatda bo'lgan yosh qizlar yoki kelinlar sizlarning maslahatingizni o'qib, o'zlariga bilim va tajribalar olishsa.